Özünü öldürüp algan kişinin namazı düşürülemdi. Sual. Assalamu alaykum ustoz. Özünü öldürüp algan kişinin namazı düşürülemdi. Namazıga qatnaşsa bulamdı. Ailesidagilar Qur'on o'qib berishni talab qilsa qanday qilish kerak? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Özünü öldürüveliş, şundaqla başqalarını nahaq öldürüş İslam haram qılğan ağır cinayet ve çoğun günahlar qatarıdan bulup, Allah Taala özüңlarni öldürmаңlar. Allah haqiqatan sizlarga nihoyatda mehribondir, degan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganki, bir odamda yara bo'lib, u odam o'zini o'ldirib olgan edi. Alloh taolo bandam o'lishga aldirab ketib, o'zini o'ldirib oldi. Uningga jannatni harom qildim dedi. Özünü boğup ölü olğuçı dozaqdımı özünü özü boğup jazalanıdı. Özüge tığ tıqıp ölü olğuçı dozaqdımı özüge özü tığ tıqıp jazalanıdı. Kimki özünü tağdan taşlap ölü oladigan o cehennem odadıdır. Onunğa məngü qalğuçı, məngü qaldırılğuçı bulup ta əbədkiçə taşlanıdı. Kimki zəhər otlap ölü olğan bolsa, zəhəri qoludu buludu. Onu cehennem odada məngü qalğuçı, məngü qaldırılğuçı bulup ta əbədkiçə otlaydı. Kimki o'ziga tig' tiqib o'zini o'ldirdi ekan, tig' qo'ridi bo'ladi. U tig' jahannam o'tida mangu qolg'uchi, mangu qoldirilg'uchi bo'lib, to abadgacha uningga tiqiladi. Islom dinimiz insonni hayotining turli ig'irchiliklarga, kulfatlariga chidamchan, Allohning qazoyi qadrini rozimanlik bilan qabul qiladigan kuch va iroda bilan ta'minlaydi. Mo'min har qancha ig'ir baloyi musibatga duchor bo'lsa-mu, o'zini o'ldirib olmay chidaydi. Demak, o'zini o'ldirib olish diyanatning susluqi va imonning ojizligidan derak beradi. Bir hadis sharifda kelishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga o'zini ya o'qining uchi bilan o'ldirib olgan bir kishining jinozasi keltirildi, uning namozini tushirmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uning namozini tushirmaganligi bu ishning qabihligini ko'rsatish va kishilarni bu ishdan nafratlantirish uchun bo'lib, uning namozini o'zi tushirmay sahobiy kiramlarning tushirishiga yo'l qo'ygan. Chunki o'zini o'ldirib olish ig'ir gunoh bo'lsa-mu, dindan chiqarib etadigan kufr emas. Ahli sunnat val jamoa e'tiqodida musulmonni shirik va kufrdan boshqa biror gunoh sababli kafir deyish yo'q. Shunga o'zini o'ldirib olgan musulmonni boshqalarga o'xshash yuyib tarab, kepanlab namozini tushirish va namoziga qatnashish to'rt mazhabning birdek ittifoqi bilan farz kifoyadir. İmam Abu Hanife ve şagirdi İmam Muhammed İbn Hasan Şeybani rahmetullahi aleyhilermo özünü qasddan öldürüp alğuçı, çoğun günah sadır qılğuçı fasıq bulup, musulmonlarga qarşı uruş açmagan, cemiyette buzg'unchilik qilmagan bo'lg'achqa yuyib tarilib namozi tushiriladi va o'lishdan burun tavba qilgan bo'lsa, tavbasi qabul qilindi deb qaragan. Va bu Hanafi mazhabdagi eng to'g'ri qarash hisoblanib, fatvo mushu bo'yicha beriladigan bo'lgan. Özünü səhvəllikdən öldürüb qoyğan kişimi Hanafi mazhabdagi hamma imamlarning birda qarshida yuyub tarilib namozi tushiriladi. Undaq bo'ladi ekan, o'zini o'ldirib olgan musulmonning oilasi boshqalardan u kishi uchun duo talab qilsa yoki Qur'on o'qib berishni talab qilsa, duo qilib qo'ysa yoki Qur'on o'qib bersa bo'ladi. Boshqalar u kishi uchun haj yoki umr qilib qo'ysimi bo'ladi. Lekin bu qilmishining ig'irligini boshqalarga his qildirish va tanqid qilish jihatdan cho'ng va mo'tar ulamolar o'zini o'ldirib olg'uchining namozini tushirmay, bu ishning xatoligini bayon qilsa, namozini odatdagi kishilar tushirsa, jamiyatga ta'sir yaxshi bo'lishi mumkin. Imom Ibn Taymiya payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'zini o'ldirib olg'uchining namozini o'zi tushirmay, sahobalarni hamrohinglarning namozini tushiringlar deb buyurganiga asosan, musulmonlar ammasining uning namozini tushirishi joiz bo'ladi. Ammo ulgi qilinadigan din ulamolari boshqalarni bu qilmishdan to'sish uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ulgi qilib, uning namozini tushirmasa, bu haqdir degan. Imom Navaviy bu masalada ko'pchilik olimlarning qarashini va tushanchisini bayon qilib aytadiki, Imom Malik, Imom Abu Hanifa, Imom Shafi'i va ulamolarning ko'pchiligi namozi tushiriladi degan. Ular namozni tushirmagan hadisni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning namozini kishilarni bu turli qilmishdan to'sish uchun o'zi tushirmagan bo'lsa-mu, uning namozini sahobiy kiramlar tushirgan. Bu ayni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dastlabki chog'larida kishilarni qarz ilish ishlarida sal qaramaslik va qarzni qaytarmay turib olish qilmishiga sal qaramaslik uchun gadanida qarzi bor meyitning namozini o'zi tushirmay, sahobiy kiramlarni uning namozini tushirishga buyurib,
hamrohinglarning namozini tushiringlar deganiga o'xshashdir. Demak, musulmonlik sufati o'zini o'ltirib olg'uchida bor bo'lganlikdan uni kafir deyishga bo'lmaydi. Ammo o'zini o'ltirib olishni halol deb e'tiqod qilgan bo'lsa, yoki dindan tangan yoki iymondan kufrga chiqarib o'tadigan biror so'z, ish harakat qilgan bo'lsa, u odatdagi kafir bo'lmay murtad bo'lib ketadi. Shunga uningga isbot kerak. Undaqda yuqorida bayon qilingan o'lib olgan kishi jahannam o'tida mangu qolg'uchi, mangu qoldirilg'uchi deganga o'xshagan hadis shariflarni qandoq tushunamiz? Uni ko'pchilik olimlar o'zini o'ldirib olishni halol deb e'tiqod qilg'uvchiga qaratilgan bo'lib, undaq e'tiqodda bo'lgan kishi kafir bo'lganlikdan jahannamda mangu qoladi yoki yuqorida bayon qilinganidek Alloh taolo kimki bir mo'minni qasddan o'ldiradi ekan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi degan so'zi kabi bu ig'ir jinoyatdan kishilarni yiroqlashtirish va uni qabih ko'rsatish ko'zlangan. Haqiqiy ma'noda mangu qoladi demoqchi emas deb tushungan. Imom Muhammad ibn Hasan Shaybani yuqorqi kimki o'ziga tig' tiqib o'zini o'ldiradigan tig' quridi bo'ladi, u tig' jahannam o'tida mangu qolg'uchi, mangu qoldirilg'uchi bo'lib to abadgacha uningga tiqiladi degan hadisni ikki jihatdan ta'vil qilgan. Biri bu qo'rqitish tariqasida deyilgan bo'lib, bu bir muddat bo'lsa-mu do'zaxga kirdiganligini bildirdi. Yana biri buning qilmishining jazosi do'zaxga kirish, lekin oxirgi hukm Alloh taolaning xohishiga qarashliq. Xohlasa o'z fazli bilan afu qilib o'tadi, xohlasa o'z adli bilan do'zaxga tashlaydi. Bu Alloh taolaning kimki bir mo'minni qasddan o'ldiradi ekan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Allah unaga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi degan so'zining tafsirida deyilganiga o'xshash, ya'ni Alloh taolo unaga jazo berib qolsa, jazosi shundoq deganlik. Lekin u zot afu qilg'uchi, karamlik zotdir. Afu qilib marhamat qiladi. Mu'minlardan birarsini do'zax o'tida mangu qoldirmaydi. Imom Ibn Rushdmi bu haqda mundaq deydi. Hadisdagi do'zaxda mangu qoldirilish zohiriy ma'nosida emas. Uning ma'nosi u do'zaxda mangu ta'abat qoldiriladi. Andan boshqa gunohkorlar qatorida shafaat bilan uningdan chiqadi. Chunki o'ltirish uning iymonini yo'qqa chiqarmaydi. Amallarini bekor qilib o'tmaydi. Alloh taolaning Alloh hargiz amallarni kamaytirib o'tmaydi degan so'ziga asosan bular uchun u cho'qim mukofotlanishi kerak. Mana bu ahli sunnat va ahli haqning e'tiqodidir. O'zini o'ldirib olishni halol sanamasdan, o'zini o'ldirib olg'uchining kafir deyilmay asi mo'min deb qaraldiganligining dalillaridan biri shuki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilgandan keyin Tufayl roziyallohu anhu qabilasidan bir kishi bilan birga hijrat qildi. Lekin Madinaning havosi ularga yoqmadi. Tufaylning amroyi og'rib qolib, ko'p azob chekdi va bir kuni yaning o'qini chiqarib, barmoqlarining bo'g'imlarini kesib o'tdi. Shuning bilan ikki qo'lidan to'xtamay qon oqib, oxiri o'lib ketdi. Keyin Tufayl roziyallohu anhu uni tushida ko'rdi. Qarg'udak bo'lsa, rangi ro'yi joyida, ammo qo'li yo'gaklik turg'udak. Tufayl roziyallohu anhu uningdan: "Parvardigoring qandoq qildi? Kechirdimi?" deb so'rasa u: "Rabbim meni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yoniga hijrat qilganligim uchun kechiribdi" degudak. Tufayl: "Qo'ling yo'gaklik turdi-ku?" deb so'rasa u: "Menga vujudingdan o'zing o'zgartib olgan yerlarni biz o'ngshimaymiz" deyildi degudak. Tufayl roziyallohu anhu bu tushuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga so'zlab bergan edi. Allohning rasuli: "Ey Alloh, uning ikki qo'lini kechirib o'tgin" deb duo qildi. Imom Navaviy bu hadis sharifni sharhlab aytadiki, bu hadisda ahli sunnatning o'zini o'ldirib olgan yoki uningdan boshqa biror ma'siyat sodir qilib tavba qilmasdan o'lgan kishi kafir bo'lmaydi. Uningga do'zaxi deb kesib aytilmaydi. Balki u Allohning xolig'ini bo'yicha bir taraf qilinadi degan cho'ng qoidasining to'g'riligiga dalil bordir. Yuqorida bu qoida bayon qilinib muayyanlashtirildi. Bu hadis yana undan ilgari bayon qilingan. Ko'rinishidan o'zini o'ldirib olg'uchi va uningdan boshqa cho'ng gunohlarni sodir qilg'uchi do'zaxda mangu qoladi deb tushuniladigan hadislarni yo'ritib beradi. U Allohning xolig'ini bo'yicha bir taraf qilinadi degan cho'ng qoidaning to'g'riligini Allah haqiqatan o'ziga sherik keltirishni mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltiradigan cho'ng gunoh qilgan bo'ladi degan so'zini ta'kidlaydi. Til nuqtasidan ilib aytgandami, hadislardagi mangu va ta'abat degan kalimalardan uning zohiriy maqsad qilinmay uzun muddat ko'zda tutildi.
Chunki sahih hadislarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganki, kimda-kim qalbida yaxshilikdan arpichoqliq bo'lgan holatda la ilaha illalloh bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir deganli bo'lsa, do'zaxdan chiqib ketadi. Kimki qalbida yaxshilikdan bug'doy chog'liq bo'lgan holatda la ilaha illalloh deganli bo'lsa, do'zaxdan chiqib ketadi. Kimki qalbida yaxshilikdan zarra chog'liq bo'lgan holatda la ilaha illalloh deganli bo'lsa, do'zaxdan chiqib ketadi. Alloh taolaning hadis qudusiydagi bandam o'lishga aldirab ketib o'zini o'ldirib oldi. Onunğa jannatni harom qildim degan so'zini vaqtli harom qilish deb tushunishga to'g'ri keladi. Mana bu, ya'ni oyat va hadislarni ayrim-ayrim tushunmay, birini biriga bog'lab turib, bir butun tasavvur qilib tushunishdan iborat ahli sunnatning puxta va sog'lom metodidir. İmam Abu Ja'far Tahavi Hanafi mazhab imamlarining e'tiqodi bo'yicha ahli sunnat va jamoa aqidasining bayonida buni mundaq bayon qiladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatidan cho'ng gunoh sodir qilganlar do'zaxda bo'ladigan bo'lsa-mu, muvahhid Allohni bir deb tunug'uchi holatida o'lgan bo'lsa, Allohning oldiga Allohni tunugan va Allohga ishongan holda borgan ekan, garchi tavba qilmagan bo'lsa-mu, mangu qolmaydi. Ular Allohning xolishi va hikmati bilan bir taraf qilinadi. Xolisa Alloh azza va jalla kitobida degani bo'yicha o'z fazli bilan ularni mag'firatga ilib afu qiladi. Xolisa o'z adli bilan ularni do'zaxda azoblagandan keyin rahmati va ahli toat shafoatchilarining shafoati bilan ularni do'zaxdan chiqarib jannatga avatadi. Bu shuning uchunki, Alloh taolo o'zini tunuganlarga ega chiqib, har ikki dunyoda ularni Parvardigorning hidoyatidan umidini uzgan va ega bo'lishidan nasibiga erishalmagan kufr ahliga o'xshash qilmagan. Ey islomning va islom ahlining egisi zot, toki sen bilan uchrashguncha bizni islomda sabatliq bilan turishga nasib qilgan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.